Bizning yangi videomizga xush kelibsizlar. Bu videoda biz sizlar bilan mana shu orolchada yashashga harakat qilamiz. Bu yerda bitta minusi bor. Bu yerdagi barcha aholi zombiga aylangan va qanaqadir virusga chalinib shu ko'rinishga kelib qolgan. Biz esa bu yerda sizlar bilan 100 ga vyjivaniya qilamiz va video davomida bizani qanday qiynalganimizda va qancha resurs yiqqanimizda o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Videoga yaqinroq joylashib oling. Men esa boshladim. Man to'g'rim bola, lekin mana bu yo bola, halitda zombilar meni quvlash boshlayapti. Men bulardan tezroq qochishim kerak. Yaxshi bola, bitta zombi o'lyapti, lekin tovush chiqarmaslik kerak do'stlar, chunki qolgan zombilar ham yugurib kelishi mumkin. Negadir skinim joyiga tushmadi, shuning uchun ham Steve bo'lib o'ynaymiz do'stlar bugun. Va bu birinchi kun do'stlar va biz bu yerda 100 kun yashashimiz kerak hali. Birinchi kun unchalik qiyin o'tmadi, chunki zombilar hali yo'q va atrofda hech kim yo'q edi. Men birinchi bo'lib resurs yig'ishdan boshladim va keyin bola qaranglar, men bu yerda yoqilg'i xonani topib oldim. Bu yerga kirib bir tekshirib ko'ramiz va bu yerda kerakli narsalarni asta-sekin o'zimiz shipirib ketamiz. Bola, bu bazamiz uchun aynan kerakli narsa va buni o'zimiz bilan olib ketamiz. Astaroq tovush chiqarmasdan yuramiz, chunki zombilar chopib kelishi mumkin olimizga. Va bu yerda kattagina televizor bor ekan. Menimcha biz bu yerda o'tirib ish qilishimiz mumkin, lekin buni vaqti emas. Xullas do'stlar, men bu yerdagi barcha resurslarni o'zim bilan olib ketdim va keyin esa bola, qaranglar, bu yerda jirafa bor ekan. Atrofda hech kim yo'q. Biz mana bu telebashniga borsak bo'ladi. Qanday bahaybat va u yerda o'zimizga kerakli resurslarni yig'ishimiz mumkin do'stlar. Bola, ehtiyotligi bilan gapiraman, men bu yerga kirib oldim, chunki zombilar mana shu eshitib qolmasligi kerak. Xo'sh, bu yerga kirib ko'ramiz. Sandiqlar. Menimcha bu yerda hech qanaqa kerakli narsa yo'q va mana bu narsa kerak edi bizga. Va bu yerda karovat bor ekan do'stlar va mana bu nima? Bizga kerak emas narsa, shuning uchun ham karovat olib olamiz birinchi o'rinda. Bola, mana bu yerda kattagina narsalar bor ekan. Xullas do'stlar, telebashniga kelgandan so'ng o'zimga kerakli narsalarni bu yerdan ham olib ketdim va tushayotganimda oyog'imni bilmasdan oyog'imga shikast yetdi va men o'zim bilan bint olib yurgandim. O'shani esa ishlatib yubordim oyog'imga va keyin men birinchi tunimni o'tkazish uchun birorta kichikroq baza izlashga qaror qildim va o'sha bazani topdim. Do'stlar, o'zi kech tushyapti, lekin men hali ham yuribman tashqarida. Mana bu yerlarni ham tekshirib birorta o'zimizga baza qilib olmasak bo'lmaydi. Va mana bu yerda men temirdan tapor topib oldim va o'zim kerakli bir qancha narsalar. Atrofga qarab olamiz, hech kim yo'q va mana bu jirafa nimadir qilyapti. Shunchaki meni kulgimni his etyapti. Mayli. Biz bu yerdagi narsalarimizni yig'ishtirib olamiz va yo'limizda davom ettiramiz. Ikkinchi kun do'stlar. Men o'zimni endi bazamni qurishim kerak va u yerda hamma narsamni saqlashim uchun menga ishonchliroq resurslar kerak edi. Va men bu yerdagi ishonchli va zombilarga qarshi kurasha oladigan resurslarni o'zim bilan olib ketdim. Yangi kun do'stlar. Bugun men o'zimga baza qurish uchun joy topmasam bo'lmaydi, chunki men bunda yashab yura olmayman. Va bola, men qanaqadir lager topib oldim. Endi u yerga borishga harakat qilamiz do'stlar. Albatta u yerda hech kim yo'qligiga ishonch hosil qilib, keyin esa u yerga kiramiz. Va mana bu yerda qanaqadir yo'lak, bu yo'lakdan o'tamiz. Do'stlar, men lagerga kirganimdan keyin u yerda o'zimga eng kerakli narsalarni olib chiqdim. Masalan, aptechka va qurol va aslahalar. Keyin esa u yerni ancha titib ko'rgandan so'ng bu yerdan ham ketishga qaror qildim do'stlar. Bola, buni qaranglar, men qanaqadir joy topib oldim. Bu ham harbiy bazaga tegishli ekan va ichkariga kirib ko'ramiz. Qani? Oh my god, bola. Do'stlar, bu qurol bo'lmaykan. Buni yaxshisi musirga o'tirganimiz yaxshi. Va biz bugun qayerda uxlaymiz do'stlar? Menimcha bu yerdan tezroq ketgan yaxshi. Bola, bu tunnelni qaranglar. Bu yerda ham zombilar bor. Yaxshi, tepaga chiqqanimiz yaxshi.
chunki pastda bizaga endi yurishga joy yo'q. Do'stlar, men yotib oldim. Endi esa bularni tomosha qilib o'tiramiz va erta bo'lishini kutamiz do'stlar. Boshqa ilojimiz yo'q. Yangi kun do'stlar va men uyg'ondim. Va lekin mana bu zombilarni qaranglar yurishini. Do'stlar, bu 3-kun va men ikkinchi kuni kechroq uxlaganim uchun bu zombilar kecha paydo bo'lib, bugun esa yo'q bo'lishmayotgandi va men bularni ancha o'yladim qanday yo'q qilishdi. Oxiri men bularni qanday yo'q qilishni o'ylab topdim. Va nihoyat bularni ovozini bir yaxla qilib o'chirdim. Va bular yana bor ekan. Menimcha shu oxirgisi bo'lsa kerak. Da bolalar. Endi pastga tushsam ham bo'ladi. Mana bu ham bor ekan. Sanab qolib ketma. Yomon ahmoq bo'ladi bu zombilar. Yo'q do'stlar, bular bilan kurashib bo'lmaydi. Menimcha bu yerdan tezroq ketish kerak. Bu eng yaxshi qaror. Va men bu yerdan suraman do'stlar. Bolalar, men yana bitta yangi lagerga keldim. Lekin bu yerda fil bor ekan do'stlar, qaranglar. Qanchalar kulgili va bu korobkani ustida o'tiribdi bolalar. Qanday ko'taryapti korobka, men shunga tushunmayapman. Oy do'stlar, bu boyagi tunnelda bu taraf ekan. Aylanib shu yerga kelibman bolalar. Yo! Fil bizaga teginar ekan bolalar. Buni bugundan boshlab o'ldirib yuboramiz, qayda ko'rsa ham. Va bolalar, mana bu yerda o'zimga baza qilib olaman. Xo'sh, endi bu ishga kirishamiz va bu yerda atrofini o'rab olamiz. Xullas do'stlar, men bazani kattagina qilib qurdim va unga ketgan vaqt attigina 7 kun bo'ldi do'stlar va men buni videoga olish esimdan chiqib ketdi va shundan keyin do'stlar 10-kundan endigina boshlaymiz. Agar siz hali ham videoga like bosmagan bo'lsangiz, bosib qo'ying. Biz esa 10-kundan boshladik do'stlar. Do'stlar, bu 10-kun va men o'zimni bazamni mana shunday kuchaytirishga qaror qildim do'stlar. Men bunga ro'parosa Minecraft hisobida 7 kun vaqt sarfladim va bu vaqtlarni videoga olish esimdan chiqib ketdi do'stlar. Hali ertalab bolalar, biz bazamizni hali to'laqonli tuzatib bo'lganmiz-ku. Biza masalan mana bu yerdagi narsalarni olib chiqishim kerak, keyin esa mana bu yerdagi tartibsizliklarni yo'q qilishim kerak do'stlar, ya'ni bartaraf qilishim kerak. Menga uning uchun yana vaqt kerak bo'ladi do'stlar. Kelinglar, birinchi bo'lib mana shu yuzani to'g'rilab olamiz. Men birinchi bo'lib mana shu yerda tushishim failure, ya'ni benzin qolib ketgan, bularni satilga solib olishimiz kerak do'stlar. Chunki bizda hali mashina yo'q. Mashina topib olsak, keyin esa ularni mashinaga qo'yishimiz mumkin. Menimcha kech bo'lyapti do'stlar. Do'stlar, menimcha kech bo'lyapti. Men ertalab bo'lyapti deb o'ylabman. Mana do'stlar, meni bazamni uyi bu yer ham shunaqa tartibsizliklar bilan to'la yotibdi do'stlar. Men esa ularni bitta olib chiqishim kerak. Bolalar, men uxlab olmasam bo'lmaydi, chunki zombilar yana ko'payib ketishi mumkin. Menga bu esa kerak emas va men uxladim. Xullas do'stlar, sizlarga bitta narsani ko'rsatib ketmasam bo'lmaydi. Mana bu tepada Uroven 1 va zombi deb deyilgan yozuv bor. Bu rejimning qiyinlanishi bolalar. Masalan, biz hozir 25 ta zombi o'ldirsak, ikkinchi urovenga o'tamiz va ikkinchi urovenda, masalan, birinchi urovenda o'ldirish qiyinroq bo'lgan zombilar ikkinchi urovenda chiqib kelaveradi do'stlar. Menimcha tushundinglar. Men o'zi uncha tushuntira olmayman, shuning ham qarochi bolalar o'zingizlar tushunib olasizlar. Men gapiraveraman. Xullas do'stlar, qaranglar, men uyimni mana shunday tartibga keltirdim va endi yana kerak emas narsalarni olib chiqishim kerak bittalar. Bolalar, mana men uyimni tartibga keltirib oldim. Qaranglar, qanday chiroyli bo'ldi. Endi esa bolalar, mana bu yerdagi asfaltni mana bunaqa oddiy обычный merga almashtirib chiqishim kerak. Ungacha kun ham o'tadi va boshqa narsalar ham asta-sekinlik bilan o'taveradi. Bolalar, yangi kun va men kecha qilgan ishlarim mana bu yerda polni yashil zona qilmoqchiman va undan keyin bu yerda ekinzor, ya'ni огород qilmoqchiman do'stlar. Va menda ekishga bug'doy va sandig'imda kartoshka bilan keyin esa sabzi bor edi. Bularni ekib ko'paytiramiz do'stlar. Mana bir dona sabzi va 2 dona kartoshka. Mana bu nimaligini bilmayman.
o'sib chiqqandan keyin ko'ramiz do'stlar. Avvalo bizga birinchi bo'lib suv kerak do'stlar. Shundan ham biza satil yasab olamiz. Xullas do'stlar, men suv ya'ni tashqariga chiqaman. Men shu yerdan chiqsam bo'laveradi. Menimcha tashqarida hech kim yo'q, chunki men hamma narsani ideal tarzda qilyapman. Xo'p do'stlar, endi biz mana bu yerda огородga aylantiramiz. Xo'sh, menga uning uchun suv kerak, ag'balaga suv qo'yib chiqishim kerak. Xullas do'stlar, bu 14-kun va men kecha ekinlarni ekib, огородimni tartibga soldim do'stlar. Qaranglar qanday chiroyli bo'ldi. Men suvlarni ham qo'yib chiqdim va mana bu yerda adashmasam kartoshka, sabzi va bug'doylarni ekib qo'ydim do'stlar. Keyin esa mana bu yerdagi narsalarni olib tashladim va bu yerda ham chiroyli qilib kattagina joy tayyorlab qo'ydim. Bilmadim endi bu yerga nima qo'yamiz. Balkim mashina topib bo'lsa, mashina qo'yarmiz do'stlar. Videomiz shu joyda to'xtaydi. Biza bitta videoda 14-kungacha survival qildik do'stlar. Agarda videoni davomini chiqishini istasanglar, shu videoga 150 ta like beringlar. Men albatta videoni davomini chiqaraman. Hammaga xayr do'stlar.